Ya assalomu alaykum. Master Pirilo 04 kanalini kuzatib bormoqdasizlar aziz aka-ukalar. Bugungi videomizdan maqsad Kia Rio Rossiyadan kelgan mashina sotiladi. Hozir ungacha yetib borishdan oldin bularni bir reklama qilib o'taylik. Mana bu kataxona aziz aka-ukalar, mana bu yer tuxum qo'yadigan joylari. Mana bu karavot, bu divanmi, karavotmi, kimga qanday. Mana shunday tayyor bo'lyapti. Mana bu yerda aziz aka-ukalar besetkamiz tayyor bo'lyapti. Mana bu yerda besetka tayyor bo'lyapti. Shestigrannik. Mana aziz aka-ukalar, bugungi videomiz mana shu mashina sotiladi. Rossiyadan kelgan. Yili 2018 Kia Rio. Mana pult, hamma joy pult bilan ekan. Buni bosib turasiz. Mana tamom. Bagaj ochildi. Mana aziz aka-ukalar, urilmagan, qirilmagan, hammasi chotki turibdi. Tak. Motor 1.4. Mana aziz aka-ukalar, sedelnigi koja, bu nima chiholi qirilib qolgan, bu 2 yil oldin qo'yilgan. Tak. Mana chiholi bor ekan aziz. Bu chihol ekan o'zining sedelnigi radnoy tagida. Mana aziz aka-ukalar, mana shunday holatda mashina. Tak. Mana shunday holatda mashina sotiladi aziz aka-ukalar. Tak. Mana elektropaket. Elektropaket, abagriv sidenlik bor. O'tirasiz, issiq bo'ladi hamma joy. Tak. Mana aziz aka-ukalar, motor 1.4. Mana mashina toza, sostoyaniyasi yaxshi. Mana rossiyskiy nomerda. Tak. Mana shunday holatda mashina aziz aka-ukalar. Mana biron deyarli kamchiligi yo'qda. Tak, mana bu yerda bitta defekti bor ekan. Mana buni shu yeri salgina nimagadir urilgan bu. Tak. Mana mashina aziz aka-ukalar. Mana shunday holatda aziz aka-ukalar. Albatta ichini ko'rib o'tlaringiz. Ekranga mashina egasini WhatsApp nomerini, qo'l nomerini qoldiraman. Albatta o'zlaringiz aloqaga chiqasizlar. Mashinning narxiga kelayotgan bo'lsa aziz aka-ukalar, 79 ming somon, yana chotki muomalasi bor, rastamoshga qilinmagan. Xo'p, biron variant bo'lsa, variantlaringizni ham taklif qilasizlar. Rossiyaga minib ketgan, nima ketayotganda? Mana Rossiya minib ketadiganlar bo'lsa, ularga ham juda qulay variant. Rastamoshga qilinmagan, narxi 79 ming somon, yana chotki konkretni muomalasi bor. Nima deb qolamiz aziz aka-ukalar? Mana mashina kimga kerak bo'lsa, bemalol egasiga murojaatga chiqasizlar. Mana bu yerda aziz aka-ukalar oxirlarimiz bor. Tak, birinchisi katta mol uchun, qolgan hammasi qo'y uchun. Mana bu qo'y uchun, bunisi ham qo'y uchun, bunisi ham ikki tarafida albatta nima satil qo'yadigan joylar bor. Mana shunday, xuddi shunday olasiz, suvda olasiz, qo'yasiz. Komplektda hammasida satillari bor. Mana bu yerga pressni tashlaysiz. Makka xashakmi, boshqa xashakmi nima bo'lsa, ustiga tashlaysiz, bu yerdan mol tortib oladi o'ziga keragini. Maqsad isrofgarchilik bo'lmaydi. Mana bu yerga ham uzunasiga shunday любой narsani tashlaysiz. Pressmi, xashakmi, o'tmi, nimaiki bo'lsa, bu yerdan o'zi mol keraklisini tortib oladi. Mana bu yerda katta xonamiz tayyor bo'lyapti. Albatta boshqa dizaynda, har xil dizaynlarda bo'ladi. Mana bu yerda karavot tayyor bo'lyapti. Bir akamiz tayyor zakaz qilgandi. Albatta karavot tayyor bo'lyapti. Xohlagan dizayningizda tayyorlash iloji, imkoni bor aziz aka-ukalar. Mana karavot. Mana bu yerda besetkamiz tayyor bo'lyapti. Mana bizni katta usta. Tak, mana bu yerda besetkamiz tayyor bo'lyapti. Bular polni lazerdan kesilgan, tayyor bo'lgan. Tak, mana bu yerlari
Mana bular hammasi iranskiy gullar aziz aka-ukalar. Tak, shestigrannik mana shunday besetka bo'lib chiqadi. Xatman albatta mana shu kanalimizga obuna bo'lib qo'yingizlar aziz aka-ukalar. Qanday tayyor bo'lganini ham o'zlaringiz ko'rib guvohi bo'lasizlar. Nima deb qolamiz? Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik. Keyingi videoroliklarımizda ko'rishguncha.